Nuh alayhissalom bilan kema chiqqanlardan birortasi tug'madi. Faqat Nuh alayhissalomning ayoli va farzandlari tug'di. Nuh alayhissalom ikkinchi odam edi. Faqat va jahanna zurriyatuhumul baqin. Faqat Nuhning zurriyatini yashovchilardan qildik dedi Alloh taolo. Nuh alayhissalomning 3 o'g'li bor edi. Nuh alayhissalomning 3 o'g'li bor edi. Bu Som, Ham va Yafis. Yana shu bolalarini ranglarga ajratib qo'ygan ekan. Som bolalarining ichida oq ranglilar va ozgina qorachalar bor ekan. Xomni bolalarining ichida qoralar va ozgina oqlar. Yafisdan mallarang qizil rangli odamlar deyiladi. Shunday o'tilyapti, yahudlar bilan arablar Som zurriyotidan. Afrikaliklar Som zurriyotidan. Turklar, Sharqiy Osiyo, Yevropa, ya'ni biz Yafisdan deb aytiladi. Nuh to'fondan keyin 350 yil yashadi. 350 yil Alloh taolaga biror marta osiylik qilgan.